Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'pchiligi qiziq bo'layotgan Italiyaning Lavato zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan yana bir mahsulot, ya'ni kompat qiriq haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ma'lumot berishdan oldin hammani qiziqtirgan savol, ya'ni bu busterlar o'zi nima uchun kerak? Qanaqa binolarda ishlatamiz va kimlarga tavsiya qilamiz? Shu savollarga birinchi bo'lib javob beramiz. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida boosterlar ishlab chiqaradigan brendlarni asosan DN25 va DN32 rezbalari mavjud va ular 50 kilovatdan 150 kilovat uchun mo'ljallangan. Endi 150 kilovatdan yuqori energiya talab qiladigan binolarimiz bo'lsa-chi, ya'ni masjidlar, klinikalar, o'quv markazlari, restoranlar shu kabi binolar uchun kompat DN40 modelimiz mos keladi. Endi kompat modeli nimalardan tashkil topgan va uni afzalliklari haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, kompat modelimizda o'zining gidrostrelkasi, gidrokollektori va ikki xil turdagi nasosning uzellari mavjud. Kompat 40 modelimizning gidrostrelkasi ko'rib turganingizdek sifatli izolyatsiya bilan qoplangan va 420 kilovat uchun mo'ljallangan, o'zidan 18 tonna suvni o'tkaza oladi. Kollektor qismimizga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, u gidrostrelka bilan bitta urovenda, ya'ni yerda turadi. Uni devorga qotirish shart emas. Kollektorimiz ikkita va 3 ta falli bo'lib, ularni kombinatsiya qilish yordamida o'zimizga kerakli fallarni moslab olsak bo'ladi. Boosterlarimizning asosiy qismi, ya'ni nasosning uzellariga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, ikki xil turda, ya'ni smesitelniy uzel va primoy uzellarimiz mavjud. Smesitelniy uzellarimiz o'zidan 4,5 kub, ya'ni 52 kilovat energiyani o'tkaza oladi. Primoy uzellarimiz esa 6,5 kub, ya'ni 140 kilovat energiyani o'zidan o'tkaza oladi. Nasosning gruppamizning komplektatsiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, komplektida обратный klapan, termometrli sharoviy kran va nasos uchun mo'ljallangan avariyniy kranlariga ega. Nasoslar Serbiyada ishlab chiqarilgan Grundfos UPM 32-125. Trexodovoylarimiz Germaniyada ishlab chiqarilgan Sentra trexodovoylari. Kompat 40 modeli haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Agar sizlarda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar va bundan da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.